Yana dolzarb savol, keyingi savol. Mast holatda bo'lsa, ayolini yotoqqa chaqirsa, ayol borishi shartmi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Eng ko'p kelib tushadigan savollardan biri, zikr ahlidan so'rangda ham, diniy savol javoblar botda ham ko'p keladigan savol. Betavfiq aroq ichadi va mast bo'lib, kechasi bir holatda kelib ayoli bilan demak yaqinlik qilishni talab qiladi. Bu borada shariatning ko'rsatmasi shu. Mast holatda kelib ayolini bu muomalaga chaqirsa, ijobat qilmasa inshaalloh gunohkor bo'lmaydi. Chunki u Allohga ma'siyat qilib, o'zini nima qilayotganini bilmagan holatda kelib bu ishni talab qilayotgan bo'lsa, ayol kishi mastligiga ketguncha o'zini saqlab turishligiga ruxsat bor. Shoyat shu bilan birga shu maqsad uchun ham aroq ichmasdan ko'chadan kelsa, bu narsani bilib olish kerak. Ba'zi bir bechora ayollarimiz, Alloh umrlarini uzoq qilsin, haddan tashqari itoatliliklardan har qanaqa holatda erning zulmiga, zo'g'imiga, muomalasiga rozi bo'lishadi. Jumladan mast bo'lib, sassib, oyoqda turmaydigan holatda kelsa ham u bilan munosabat qurishaveradi. Vaholanki shariatning umumiy qoidasida o'sha paytda, mastlik paytida erini bu aytganini, talabini qondirmasligi unga nisbatan demak gunoh hisoblanmaydi. Allohu a'lam bissavob.